Hmm. Nima padarka otmayapsiz? Faqat bahor bo'lsa otasizmi? Hmm. Bahor bo'lsa otasizmi? Nima menga padarka otmaysiz dedi. Siz ummatiy emasmisiz? Ummatiymisiniz dedim. Hmm. İlk marotaba ko'rsangiz juda yaxshi. Qani ilk marotaba ko'rgan odamda xayolida yaxshi bir iz qoldiringchi, menga bundoq podarkalar otingchi. Oy oxirida, oy oxirida. Bildim. Voy dedingiz. Assalomu alaykum bildim. Nima deganingiz? Tanishishga достойный. Balkon hammaga assalomu alaykum. Ikkiga o'qiganman. Rostdan. Bu kesatuv emas. Hop, to'g'ri o'qibman nima? Tanishga достойный qiz bo'lsangiz, podarka nima u deyapsiz. To'g'ri o'qibman.
Lekin yo'q, men rostdan yaxshi o'qimaganman. Серьезно. Menga yoqmaydi aldash. Rostdan rosa yomon o'qiganman. Rostdan. Unaqa yaxshi o'qimaganman. Men 1 dan 4 gacha onamda o'qiganman. Onam boshlang'ich bo'lganda, lekin yaxshi o'qimaganman. Rahmat. Lekin effekt emas, bez effekt. Bunaqa effektlar yo'q. Telefonda o'zini anaqasi bor. Rahmat layklar uchun. Menikida layk bosib o'tiradi, etmasam. Rahmat. Bahor, Mametga borib, men Fayozga simdoz setga tutib qo'ysanglar bo'larkan. Yo, o'sha narsa kiradimi? Endi yozda bashimda quyosh tushib tursa ham yopib yotmaysiz-ku. Sizdek nima bor? Bir oilani bizdek qiladigan. Yo'q, men yemayman. Yo'q. Bir oilani guldayam qildik, guldayam qildik, o'stirdik ham, kestirdik ham. Qattim yopib qo'ying. Qattim yopib pardalarni 3-4 qavat haligi balosi boshqa birorta tashlang. Hech kim. Rossiyaga ham keldim, boshqa joyga ham boraman, sayohat qilaman. Gulday, pulday kerak emasmi shu? Chunki yosh qiz emasman men. Yo'q, men shirozli ishlab sevmayman, qonim to'kib. Ketyapsizmi O'zbekka? Qattan bilasiz meni? Men просто mana bu qizimda boshimda to'sib turibman, ro'molga o'tganda shuncha ko'rinib qolmasin deb. O'tmadingizmi? Ro'mol kirmadingizmi? Unamadimi? Nimaga? Ko'tindan keladigan ishni boshim. Bu ro'molchi unda. Vaqti bemahal o'rab turganimmi? Ha. Voy bahor o'kildi aksirishimni yo'q qildi. Men yo'q, menda boshqa jinni odat bor. Sizlarda ham bormi shunaqa odat? Kimdir gapirsa, nimadir qilsa aksirishinglar ketib qoladimi? Meniki ketib qoladi. Rus tilini bilasizmi? Rus tilini bilmayman. E'tibor hozir gaplashib turibmiz, hozir gaplashib turibmiz. 2. Haydi alaykum assalom. Nima qachon ketyapsiz siz? Yo'q, men ketishga ketmayman. O'zi yaqinda keldim. Bu aydinglar, iltimos o'zinglar profillardan kelinglar ya. Dekabr.
Kecha kunduzda biletsiz qo'lingizda deb yelpinib, biletni mana bunaqa o'tiribsizmi deb o'ylabman. Dekabrgacha ketib qolarmi? Yanvar, menimcha yanvar ketsam kerak. Dekabr o'tib yanvar, ha? Yanvar bir borib kelay. Patentimni to'lab 1 oyga bo'laveramiki yo yana nima bu nima magazindan kirsang nima olasan desa imtihonni o'tib o'tirmaymanmi? Hali patent qildirganim yo'q. 3 yilga. Hali patent qildirganim yo'q. Vahima qilmayman. Siz qayerda turasiz, bro? O'zbekistonda. Bir olib bir qo'yadi. Стиральная машина с сушкой Вайсграф за 31 599. Чай Церемони за 239. Yo, siz O'zbekistonda qayerda turasiz? O'zi O'zbekiston qayerdan salom ayting? Jizzax. Zomin. O'xda. Yaxshi joy. Somsasi zo'r, a? Anaqani to'plistonlar somsasidan yegim kelib ketdi-ya, turib. Ertaga boraylikmi? Gulat qilib kelamiz, bir yo'lariga go'sht uslugami ham to'g'rilab. Salmaklar o'zgandan. Ularni bilsam, boshimni qattiqni o'zing ishimdan kelib birovga ketgansan dedim.